Ikkinchi amaliy mashg'ulot. Mavzu: foydalanuvchining koordinatalar tizimi. 3D o'lchamli fazoda obyekt nuqtasini koordinatalarini kiritish usullari. Mashg'ulot rejasi quyidagicha tuzilgan. Birinchi, foydalanuvchining koordinatalar tizimini o'rganamiz. So'ng ikkinchi, 3D o'lchamli fazoda obyekt nuqtasini koordinatalarini kiritish usullarini, 4 ta usulni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana hurmatli talabalar, ko'rib turibsizlarki, klassik AutoCAD'ni interfeysini sozlab olganimizda siz bilan mening fazoyim deb nom bergan edik. Endi bu yerda men 3 ta geometrik figura chizib qo'ydim. Birinchi aylana, ikkinchi to'rt burchak va muntazam 5 burchakni chizib qo'ydim. Birinchi mavzuyimiz bu foydalanuvchining koordinatalar tizimini sizlar bilan o'zlashtirish. Buni nihoyatda ahamiyati katta. Chunki mana hozir bizda AutoCAD dasturini eng chap ostki qismida x, y koordinatalarini piktogrammasi berib qo'yilgan. Mana shuni biz istagan joyimizga o'rnatib olishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun masalan menga mana shu aylanani markaziga koordinata boshini o'rnatishim mumkin. Qanday qilib o'rnataman? Buning uchun birinchi navbatda mana shu bizga berilgan пользовательский sistema koordinat, ya'ni foydalanuvchining koordinatalar tizimidagi buyruqlar tugmasidan foydalanaman. Mana shu birinchisini yukladim. Yuklaganimdan so'ng koordinata boshi x, y mana shu yer joylashgan bo'lsa, shu aylanani markaziga qo'yaman. Mana belgiladim. Hozir agarda bizda tavsiya etyapti AutoCAD dasturi, agarda muloqotlar qatoriga qarasangiz, printerni bossangiz, xuddi shunday vaziyatda qo'yib beradi. Mana enter tugmani bosdim, shunday vaziyatda qoldirdim. Endi buni yana boshqacha variantda qilib o'zgartirish mumkin. Demak, orqaga qaytarish uchun buni kerakli o'zini eski joyiga qaytarish uchun keyingi ikkinchi tugmani bosaman. Mana bu tugmani mana bosdim. Ko'rib turibsizlar, o'z o'rniga qaytarib qo'ydi. Mana yana qaytadan tugmani bosdim, yukladim. Markazini belgilayman. Menga endi x koordinati chap tomonga kerak. Mana belgiladim. Y koordinatasi yuqoriga kerak. Mana ko'rib turibsizlarki, foydalanuvchining koordinatalar tizimi mana shunday vaziyatda istalgan yo'nalishda belgilab qo'yish mumkin. Demak, men buni hozirgi vaziyatda sichqonchaning chap tugmasini 2 marta bosgan holda belgiladim. Masalan, menga hozir koordinata boshi mana bu to'rt burchakni o'rtasida markaziga olib kelib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Markazda biror bir nuqta tanlab olishim kerak, markaziy nuqta. Uning uchun men ixtiyoriy bitta kesma chizib olaman. Mana o'rtasidan bu yoqqa qarab kesma chizib oldim, belgiladim, escape tugmani bosdim. Endi aynan shuni o'rtasiga men mana buyruqni yuklayman. Yukladim. Mana seredina chiqdi. Mana belgilayapman. Bu tomonga qarab x yo'nalish qildim, bu tomonga qarab y yo'nalish qildim. Mana ko'rib turibsizlarki, shu to'rt burchakni mana buni endi o'chirib tashlashim mumkin, delete qilib. Mana markaz, foydalanuvchini koordinatalar tizimi. Endi masalan biz yana eski holatga qaytadigan bo'lsak, biz mana bu MSK мировая sistema koordinat degan ma'noni anglatadi. Bossak, demak bizga yana eski holatiga olib kelib qo'yadi. Buning uchun mana bu ko'p burchakni 5 ta burchaklari bor, istagan joyimizga qo'yishimiz mumkin. Koordinata boshini 4 burchakni 4 ta burchagi bor, istagan joyimizga shu usulda qo'yishimiz mumkin. Masalan, mana belgiladim. Mana shu burchak menga kerak bo'lyapti. Demak, bu tomonga qarab men hozirgi vaziyatda x ni yo'naltirdim, bu tomonga qarab y ni yo'naltirdim. Mana bunga hammasiga demak foydalanuvchining koordinatalar tizimi deb yuritiladi. Mana buyruqni yuklayapman. Masalan, mana shu yerga olmoqchiman koordinata boshini. Men belgiladim. Bu tomonga qarab x koordinatasi, bu tomonga qarab y koordinatasi qilib hisobni aynan koordinata boshini 0 ga nisbatan demak chizma chizish jarayonida biz bemalol mana e'tibor bersangiz, muntazam 5 burchakka koordinatasini hozir tomoniga yo'naltirib belgilamoqchiman. Buning uchun demak mana bu
pользовательский sistema koordinatani belgilayman. Masalan, mana shu uchini koordinata boshida belgiladim. Bizga hozir mana shunda taklif etyapti. Bizani bu qanoatlantirmaydi. X koordinatasini shu tomonga qarab olaman. Mana x oldi. Bu tomoniga 90 gradusda ketdi y koordinatasi. Mana foydalanuvchini, demak, koordinatalar tizimini agarda og'ma vaziyatda bo'lganda ham buni o'zgartirish imkoniyatiga biz ega bo'lar ekanmiz. Mana yana qaytarib qo'yaman. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir 2D o'lchamli fazot turibdi. Hozir vid ko'rinish asboblar panelidan Severovostok izometriyani tanladim. Endi bu yerda men hozir balandlik beraman. Masalan, keyingi mavzularimizda buni o'rgatamiz. Enter tugmani bosib balandligini masalan klaviatura orqali 20 kiritaman. Mana prizma hosil bo'ldi. E'tibor bersanglar, demak, mana shu pользовательский sistema koordinat na grani, ya'ni ko'p yoqlikni ko'p tomoni orqali koordinatasini kiritish mumkin. Obyekt belgilanadi. Mana shu yerda x koordinata bu tomonga, y koordinata bu tomonga, z koordinata bu tomonga qarab bizga belgilab beryapti. Lekin agar bizni bu qanoatlantirsa, print, ya'ni enter tugmani bosamiz. Qanoatlantirmasa, 10 tugmani bosib turib sminit qilamiz. Bunda mana ko'rib turibsizlar, x, y bu tomonga yo'naldi va y bu tomonga bo'ldi. Ya'ni aniqrog'ini qilib aytganda, ostki tomonini belgilab olyapti. Mana yana bir marta sminit qilamiz. Mana endi bu yerda yana bu tomonini x koordinata, bu tomonini y, bu tomonini z koordinatalar qilib foydalanuvchini koordinatalar tizimini belgilab berdi. Bizni qanoatlantiradigan bo'lsa, enter tugmani bosamiz. Shu bilan koordinata boshi mana shu yerda bo'ladi. Mana endi yana qaytaryapman. Demak, международная sistema koordinat deydi. Bu yana mana shu yerga keldi. X, y, z koordinatasi. Koordinata boshi shu yerda bo'lib turibdi. Biz koordinata boshini masalan shuni o'rtasiga olishimiz mumkin. Qanday qilib olamiz? Buning uchun menga hozir prizmani o'rtasidagi nuqtasi kerak bo'ladi. Mana kesma chizib oldim. Mana shu yerdan mana yana buyruqni yuklayman. Пользовательский sistema koordinat. Mana o'rtasini tanladim. Bu tomonini x, bu tomonini y qilib menga tavsiya beryapti. Mana bu yerda. Agar enter bossam, xuddi shunday vaziyatda qoladi. Mana enter tugmani bosdim. Koordinata boshi, demak, aynan shu prizmaning ustki qismida joylashgan bo'ladi. Demak, uch o'lchamli o'lchamda ham biz bemalol koordinata boshini istagan joyimizga qo'yishimiz mumkin. Masalan, mana aylana markaziga qo'yaman. Belgiladim. Mana aylana markazini belgilayapman. Bu tomonni x, bu tomonni y deyapti. Menga esa bu tomoni x bo'lib, bu tomoni y bo'lishi kerak. Mana z koordinati bu tomonga qarab ketdi. Demak, istagan yo'nalishda siz koordinata boshini va istagan joyingizda yo'nalishlarni belgilab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Talabalar, hozir biz sizlar bilan ikkinchi mavzuni ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda 3D o'lchamli fazoda obyekt nuqtalarini, koordinatalarni kiritish usullarini ko'rib chiqamiz. Endi sizlar bilan biz 2D o'lchamli obyektni koordinatalarini kiritishni 5 ta usulni avval o'rgangan edik. Endi hozir 3D o'lchamli fazodagi obyekt nuqtasini koordinatalarini kiritish usullarini ko'ramiz. AutoCAD tizimida har qanday 3D o'lchamli obyekt nuqtasini koordinatalarini klaviatura orqali 4 xil usullarda kiritish mumkin. Birinchi usul absolut Descartes koordinatalar usuli. Ushbu usulda fazoda joylashgan obyekt nuqtasining x, y va z koordinatalari klaviatura orqali raqamlar bilan terib kiritiladi va u koordinata boshi 0 ga nisbatan hisoblanadi. Mana birinchi misol. Koordinatalari A nuqtaning x koordinatasi 20, y koordinatasi 80, z koordinatasi 50, B nuqtaning x koordinatasi 80, y koordinatasi 30, z koordinatasi 130 bilan berilgan AB kesma chizilsin deyapti. Birinchi rasm. Mana birinchi rasmga e'tibor berasizlar. Eslatma. Demak, chizma geometriya fanida biz x a teng 20, y a teng 80 va hokazolar bilan belgilagan edik. Endi bu yerda demak ko'rib turibsizlar, fazoda joylashgan AB kesma
koordinata boshi aynan shu yerda joylashgan. 0.x koordinata chap tomonga qarab ketyapti. Y koordinatasi o'ng tomonga, Z koordinatasi yuqori tomonga. Har bir katak 10 mm ga teng. Mana h tekisligi. Fazoda joylashgan AB kesmani koordinatalari mana yonida berilgan. Endi buni chizish uchun biz albatta A nuqtani absolut usulda koordinatasini klaviatura orqali kiritishimiz kerak. Avval kesma buyruq yuklangandan so'ng birinchi 20,80,50 raqamlar kiritiladi va enter tugma bosiladi. Natijada A nuqtani fazodagi o'rni belgilanadi. Undan so'ng B nuqtani koordinatasini kiritamiz. AutoCAD dasturi следующая точка deb bizga aytib turadi. Bunda B nuqtani koordinatasi 80,30,130 kiritilgandan keyin B nuqta hosil bo'ladi. Ya'ni aniqroq qilib aytganda AB kesma chiziladi. Mana chizmadan ko'rib turibsizlarki, XA koordinata bizda mana 20 ga teng. YA koordinatasi mana har bir kataga hisoblab chiqadigan bo'lsak 80 ga teng va ZA koordinatasi 50 mm ga teng. B nuqtani ham koordinatasi XB demak bizda teng bo'lyapti 80 ga, YB koordinatasi 30 ga teng bo'lyapti va Z koordinatasi ZB koordinatasi 130. Mana bu tekstlikni men chizib qo'ydim sizlarga tasavvur qilishinglar uchun oson bo'lishi maqsadida. Aslida bizga fazoda mana shu kesma chizilgan bo'ladi. Bu absolut koordinata, ya'ni Descartes koordinatalar usulidan foydalanib nuqtani koordinatasi. Sizlar bilan birinchi misolni ko'rib chiqamiz. Biz mana ko'rib turibsizlar, piktogrammadan x koordinata chapga, y koordinata z o'ng tomonga, z koordinata yuqoriga, ya'ni sever-vostok izometriga o'tib oldik. Endi bu yerda biz hozir AB kesmani berilgan o'lchamda chizamiz. Buning uchun A nuqtamizning x koordinatasi 20 ga teng. Kesmaga kiramiz. Kesma buyrug'ini yukladim. Klaviatura orqali x 20, y 80, z 50 kiritaman va enter tugmani bosaman. A nuqta hosil bo'ldi. B nuqtaning koordinatasi 80, virgul y koordinatasi 30, virgul z koordinatasi 130 ga teng. Enter tugmani bosaman. Escape tugmani bosib buyruqdan chiqib ketaman. Mana demak, hozir biz AB kesmani berilgan koordinatalari bo'yicha absolut Descartes koordinatalar usulida kiritdik. Ya'ni koordinata boshi 0. Aynan shu yerga nisbatan. Sizlar bilan biz ikkinchi usulni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi usul nisbiy Descartes koordinatalar usuli deb yuritiladi. Ushbu usulda fazoda joylashgan obyekt nuqtasining koordinatalari so'nggi kiritilgan nuqtaning koordinatalariga nisbatan olinadi va u quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Kuchukcha x, virgul y, virgul va z. Bu yerda kuchukcha so'nggi kiritilgan nuqtaning koordinatalarini 0 ga teng deb o'qiydi. Bunda x, y va z kiritiladigan nuqtaning son qiymatidagi koordinatalari. Misol, koordinatalari A 0, 0, 0, B 60, minus 50, virgul 70 bilan berilgan AB kesma chizilsin deyapti. Mana shu chizmaga e'tibor bersanglar, hozir bizda koordinata boshi A nuqta 0 ga teng bo'lib turibdi. Mana 3 ta 0 bilan kiritilgan. Undan keyin B nuqtaning koordinatasi klaviatura orqali yana kiritiladi. Bunda 60, x koordinati 60 kiritiladi. Mana x b 60 ga teng, har bir katak 10 mm teng. Y koordinata minus bo'lganligi uchun mana bu y ga nisbatan bu tomonga qarab yo'naladi. Mana 50 kiritilgan va z koordinatasi 70 ga teng. Demak, bizda bu yerda mana bu tekstlik chizmada tasvirlanmaydi, faqat AB kesma tasvirlanadi. Buni kiritish uchun albatta mana shu kuchukcha 60, virgul minus 50 va virgul 70 raqamini terib kiritishimiz zarur bo'ladi. Bu usul demak nisbiy Descartes koordinatalar usuli deb yuritiladi. Endi hozir biz sizlar bilan nisbiy Descartes koordinatalar usulidan foydalanib
berilgan o'lchamdagi AB kesmani bajaramiz. A nuqtaning x, y va z koordinatalari 0 ga teng. B nuqtani x koordinatasi 60, y koordinatasi -50, z koordinatasi 70 ga teng. Mana shu kesmani chizamiz. Buning uchun kesma buyrug'i yuklanadi. Mana buyruqni yukladim. Klaviatura orqali 0,0,0 terib kiritaman, enter tugmani bosaman. A nuqta demak koordinata boshida joylashgan. Endi B nuqtaning koordinatasini kiritish uchun kuchukcha 60 virgul minus 50 virgul 70 klaviatura orqali terib kiritaman va enter tugmani bosaman. Natijada demak nisbiy usulda biz AB kesmaning chizmasini chizib oldik. 3 o'lchamli chizmasini chizib oldik. Birinchi usul nisbiy silindrik koordinatalar usuli. Ushbu usulda obyekt nuqtasining koordinatalari so'nggi kiritilgan nuqtaga nisbatan va x o'qqa og'ish burchagini bergan holda hisoblanadi va u quyidagi ko'rinishga ega. Kuchukcha x kichik beta virgul z. Bu yerda kuchukcha so'nggi kiritilgan nuqtaning koordinatalarini 0 ga teng deb o'qiydi. X silindr radiusiga teng bo'ladi. Bu yerda xb teng radiusga. Mana ko'rib turibsizlar chizmadan. B1 shtrixgacha bo'lgan masofa A nuqtadan B1 shtrixgacha bo'lgan masofa radiusga teng bo'lyapti. Beta A B1 shtrix kesmani x o'qqa og'ish burchagi. Mana shu beta burchak, ya'ni x o'qqa nisbatan og'ish burchagi kiritiladi. Z nuqtani B1 shtrix gorizontal proyeksiyasidan B nuqtagacha bo'lgan masofa uzunligi, ya'ni ZB teng B1 shtrixgacha. B1 shtrix nuqtadan B gacha bo'lgan masofa ZB o'lcham bilan berilar ekan. Mana demak mana shu tenglamaga asoslangan holda biz faqatgina raqamlar yordamida va ushbu belgilar yordamida nuqtani koordinatalarini kirib chizish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sizlar bilan biz 3-usulni ko'rib chiqamiz. Bu 3-usulda nisbiy silindrik koordinatalar usuli deb yuritiladi. Mana ekranda ko'rib turibsizlarki, kuchukcha 50, kichik belgisi 30 virgul 100 koordinatalari bilan berilgan AB kesmani chizishimiz kerak. Bu yerda A kesmani koordinatasi 0 ga teng. Buning uchun biz kesmani yuklaymiz va A nuqtasini 0,0,0 qilib kiritamiz. Bu koordinata boshida joylashgan. Endi x o'lchami birinchi avval kuchukchani kiritaman. X o'lchami 50 ga teng. Ya'ni bu radiusga teng bo'ladi va kichik belgisini qo'yaman. Undan so'ng 30 bu x o'qqa nisbatan og'ish burchagi virgul balandligini ZB ni 100 ga teng deymiz, enter tugmani bosamiz. Mana shunday vaziyatda hosil bo'ldi. Endi aynan shu silindrik usulda bajarilgan ekanligini aniq tekshirib ko'rish uchun biz hozir bu yerda silindrni chizib olamiz. Mana silindr buyrug'ini yukladim. Koordinata boshini mana shu 0 qilib belgilayman sichqoncha yordamida. Radiusi ya'ni x o'lchami bizda 50 ga teng. 50 kiritaman. Enter tugmani bosaman. Endi balandligini beraman. 100 mm ga teng balandligi. Mana 100 mm. Mana chizmadan ko'rib turibsizlarki, nuqta aynan silindrning ustida joylashgan. Va bu chizig'imizni ortogonal proyeksiyasini chizadigan bo'lsak, x o'qqa nisbatan 30 gradusda og'ma vaziyatda turibdi. Buni endi mana hozir ustdan qaraganda ko'rishimiz mumkin. Mana x o'qqa nisbatan burchagi 30 gradusga teng. Mana bu radiusi 50 ga teng bo'lyapti. Mana yana severovostok izometriga o'tkazib buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 4-usul nisbiy sferik koordinatalar usuli. Ushbu usulda AB kesmaning uzunligi sharning eng
R radiusiga uning beta burchagi x o'qqa va alfa og'ish burchaklari x, y tekislikka og'ish burchaklariga teng bo'ladi. Birinchi chizma. U quyidagi ko'rinishga ega. Kuchukcha x kichik beta kichik alfa. Bu yerda kuchukcha so'nggi kiritilgan nuqtaning koordinatalarini 0 ga teng deb o'qiydi. X AB kesmani uzunligi teng R ga, ya'ni radiusga teng bo'ladi mana bu yerda. Xo'p, endi beta A B shtrix kesmani x o'qqa og'ish burchagi. Mana ko'rib turibsizlarki, A B 1 shtrix x o'qqa og'ish burchagi beta bilan belgilanyapti. Keyingisi alfa burchak AB kesmani x y tekislikka og'ish burchagiga kiritiladi. Ya'ni mana shu alfa burchak AB kesmani h tekislikka, ya'ni x y tekislikka og'ish burchagiga kiritilar ekan. Mana shunday holatda demak kiritilsa, demak bu bizda nisbiy sferik koordinatalar usuli deb yuritiladi. 4-usulda biz nisbiy sferik koordinatalar usulini ko'ramiz aniq misolda. Demak bizga AB kesma berilgan. A nuqtasi koordinata boshi 0 da yotadi. B nuqtasi esa x o'lchami 50 ga teng, beta burchagi 30 ga teng, alfa burchagi 45 gradusga teng bo'lgan AB kesmani chizishimiz kerak. Buning uchun avval bir sferani chizib olamiz. Koordinata boshini 0,0,0 qilib beraman. Koordinata boshiga qilib markazini. Endi radiusini kiritamiz. Radiusi x o'lchamga teng bo'lganligi uchun bu 50 ga teng bo'ladi. Mana enter tugmani bosdim. 50 bo'ldi. Endi AB kesmani chizib olaman. Buning uchun rangini qizil qilib belgiladim. Kesmani yukladim. A nuqta 0,0,0 ga teng, koordinata boshiga teng, mana sferani markaziga to'g'ri kelyapti. Endi B nuqtani koordinatasi esa x o'lchami 50 ga teng. Avval kuchukcha belgisini kiritishim kerak, nisbiy bo'lganligi uchun. 50 kichik belgisi x o'qqa kesmani og'ish burchagi 30 ga teng. Kichik belgisi AB kesmani h tekislikka, ya'ni x y tekislikka og'ish burchagi 45 gradusga teng. Mana kiritdim, enter tugmani bosdim. Mana shu nuqta aynan hozir biz sferada yotibdi. Buni aniqlash uchun hozir men yana bir marta rangini o'zgartirib olaman deb shart chizaman. 1 mm teng. Mana belgiladim. Radiusini 1 mm qilib beraman. Enter tugmani bosaman. Endi mana buni hozir biz ko'ramiz. Demak, ustidan qaraganda ko'rinishda mana ko'ryapsizlar, shar sirtini ustida yotibdi. Mana bu burchagi x o'qqa nisbatan 30 gradusga teng. Bu kesmani og'ish burchagi h ga nisbatan 45 gradusga teng bo'lib turibdi. Mana bosh ko'rinishida ko'ramiz. Mana shunday vaziyatda turibdi. Mana ustidan ko'rinishi, mana severo-vostok izometriya. Mana hurmatli talabalar, nuqtani demak nisbiy sferik koordinatalar usulida kiritishni sizlar bilan biz hozir ko'rib chiqdik. Sferani o'chirib tashlayman. Mana demak bizda bu mana shunday vaziyatda tasvirlanadi. Shu bilan mavzuyimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Amaliy mashg'ulotni Alisher Karimov tayyorladi va olib bordi.